Sizni ham uyingizda shunaqa nonlar ko'payib ketgan bo'lsa, shu ovqatdan qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Umrimda birinchi marta kevski kotlet qilib ko'rdim. Nonlarni shunaqa kubik shaklda to'rab oldim. Qolgan nonni esa sutga solib qo'ydim. Endi go'shtlarni tozalashga o'tamiz. Go'shtni tozalab, choperga soldim. Quruq bo'lib qolmasligi uchun 2 dona piyoz ham soldim. Keyin shu katta idishimda kamgina qolgan tuzdan soldim. Mazaliroq chiqishi uchun zirani ham qo'shib oldim. Kotletlarim mahkam chiqishi uchun tuxumni ham esdan chiqarmadim va hammasini choperdan o'tkazib oldim. Sutga evigan nonlarni go'shtga qo'shib mushtlab oldim. Bir dona tuxumni atalab, qozonga yog' solib qizdirishga qo'yib qo'ydim. Endi go'shtlarimga forma berishni boshladim. Ichiga ozgina sir solib, dumaloq shakl berdim. Birinchi unga, keyin tuxumga, keyin nonga soldim. Nonga solganingizdan keyin qo'lingiz bilan yaxshilab shunaqa mushlashingiz kerak ekan. Shunda yog'ga tushganda sochilib ketmas ekan. Kotletlarim chiroyli rangga kirguncha yoniga pyure tayyorlashni boshlayman. Kotletlar yoniga pyure va guruchdan yaxshi nomzod topilmasa kerak. Pyureni qaynatishga qo'ygunimcha kotletlarim ham qizarib chiqdi. Yo'q, yeyishga shoshilmaymiz. Endi buni yarim soatga duxovkada pishirib olamiz. Pishgan pyurelarning ichiga saryog', tuz va sut soldim. Mayli, sizga bitta sirni ochaman. Pyureni mazali chiqishining eng asosiy sababi sutda. Chunki uni solganingizdan keyin pishirgan pyurengiz shunaqangi mayin bo'lib qoladi. Mayemagan bunaqa shirin cho'ka tayyorladirmidi. Joyida yevoladigan joy-ku. Orada kotletlardan ham xabar kelib qoldi-ku. Botta men ham borman degandan keyin sazasi olmasin, uni ham yeb ko'rishni boshladik. Shu joyda o'zimga tan berdim, lekin bunaqa shirin chiqadi deb o'ylamagandim. Mayli, ming marta maqtagandan bir marta yeb ko'rgan yaxshi. Video shu joyda tugadi. Menga esa yoqimli ishtaha.